Qandli diabetda eng qo'rqinchli asoratlardan biri oyoqdan ayrilish. Lekin bu birdaniga sodir bo'lmaydi. Qandli diabetda qonda glyukoza uzoq vaqt yuqori yuraversa, u eng avvalo mayda qon tomirlari va nerv tolalariga zarar yetkazadi. Oyoqda ikkita katta muammo boshlanadi. Birinchisi, qon aylanishi sekinlashadi, oyoqqa kislorod va ozuqa yetib bormaydi. Shuning uchun yara chiqqanda u tez bitmaydi. Ikkinchisi esa sezuvchanlik umuman pasayadi. Odam oyog'ini urib olsa, poyabzal qisib tursa yoki kichkina yara chiqsa ham og'riqni sezmasligi mumkin. Mana shu eng xavfli joyi. Kichkina qavariq, tirnalish yoki yara vaqtida qaralmasa, u infeksiyalanadi. Qand yuqori bo'lsa, infeksiya tezroq kuchayadi, yara esa sekin bitadi. Keyin odam shifokorga kech boradi. Shunda ba'zan oyoqni saqlab qolish qiyinlashadi. Achchiq haqiqat shuki, diabetda oyoqdan ayrilishning sababi ko'pincha katta jarohat emas, vaqtida e'tibor berilmagan kichkina yara bo'ladi. Shu sababli tabiiy tarkibli abihayat damlamasini ichib turish tavsiya etiladi. U shakar almashinuvi, insulin sezgirligi va qon aylanishi, shu bilan birgalikda umumiy holatni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot olish uchun esa pastdagi havolani bosing.